Farzandim bo'yi baland va alpqomat bo'lsin desangiz, maslahatlarimga amal qiling. 12 va 13 yoshgacha bo'lgan bolalarni kech soat 9 gacha uxlatishga harakat qiling. Chunki soat 9 va 10 dan keyin organizmda bo'y o'stiruvchi gormonlar ishlab chiqarishni boshlaydi. Farzandlaringiz iste'mol qilayotgan mahsulotlariga e'tibor bering. Sut va sut mahsulotlari, tvorog, sir, brinza, go'sht, sabzavotlarda sifatli oqsillar ko'p bo'ladi. Ayniqsa 4 va 5 yosh oralig'idagi farzandlaringizga har kuni bittadan tovuq tuxumi yoki bedana tuxumini berishingizni tavsiya qilaman. 12 va 13 yoshgacha bo'lgan bolalarga aptekalarda sotiladigan aminokislotalar kompleksi va turli xil vitamin komplekslarini ichirishingizni maslahat beraman. Farzandlaringizni birorta jismoniy sport turi bilan shug'ullantiring. Bo'y uzun bo'lishi bu yillar davomida shakllanadigan jarayon bo'lib, aptekalarda sotiladigan bir dona dori vositasi orqali bo'y o'stirishning iloji yo'q.